Bir kun Farg'ona urologiya markazidan telefon qildi, bemor o'sha yerdan chiqib. Va aka shundoq dedi, ham hali og'zi sal shaloq, so'kinib gapiradi. Keyin aytdim, sen doktor bilan gaplashyapsan, so'kinmay gapir birinchi dedim. Endi so'kinib ma'ni so'kmayapti, o'zalik ifodalashdi. Nimada ruslar haligi svязка slov deydi-ku, o'shanga o'xshagan. Keyin keldi. Keyin aytayapti, aka deydi, ha bir kunda deydi 8 ta Viagra chekman. Eshitganmisizlar shunaqasini? 8 ta Viagra chekman. Ta'sir 0. Keyin allergiyaga qarshi davolash usullari bor, bezretko. Eslaysizlarmi? Sekin allergiyani berib turib yo'qotish. Bunda ham shunaqa bo'lganda, endi men o'xshatish qilyapman, qo'shtirdan aytyapmanki, biz meditsinada ba'zi kasalliklardan qutulish uchun o'sha narsadan oz berib qutulamiz. Sani ham organizming shunaqa bo'lgan, reaksiyadan ozgina tushganligi hisobidan oxir reaksiya bermay qo'ydi. Nima qilamiz deydi, boshi qotgan yosh yigit 80-nechinchi yilda, men hozir 10 yilda deb voqea ko'ryapman. Javob yo'q, 0. O'zim o'ldiraman deb kelgan u hali xarakteri ham shunaqa. Keyin to'xtatdik polni, keldi, boshqa qildi, davoladik. Asta-sekin o'sha davolanishni boshlagandan keyin 3 kun, 5 kundan keyin o'sha sekin g'imirlashni boshladi. Ertalabki ereksiyalar paydo bo'ldi boshqa. Faqat 3 kun, 5 kun o'tgandan keyin u yo'q bo'lib qoldi. Bir kun oldin kelganda u menga aytdiki, aka, dorisiz ham aloqa qildim, xudoga shukr. Keyin yo'lda ketib turgan paytda bitta mashinani orqasidan urib yuborgan, yo uni orqasidan urgan. Bo'yin og'zi shalaqroq-ku. Keyin orqadan kelib urganda tushib turib so'kinib tushgan mashinadan. So'kinib tushganda keyin ayollar bo'lgan. Ayollar no'lik qilgan, haqorat qildi bizni. O'zi urgan aybdor mashina emas. Orqadan kelib urilganlar uni bizga haqorat qildi deb turib 15 sutkaga xonada o'tgan. Jarayon shunday ketgan. U yo'q endi bemor. Va hamshiraga aytaman, telefon qiling deyman. Telefon qiladi, telefon o'chib. Bo'ldi ekan, işte haligi gapda endi-ku biz-ku dorisiz ichkizdirmay qo'ydik har holda. Dori ichib turganda ham boshqa gap edi. Chunki bilasizlar, o'limga olib keladi Viagra. Bo'lgan voqealar bor. Ichib o'lgan bo'lgan juda ko'p sportsmenlar bor. Ichgan, aloqa qilgan, yurgan chiqib stadionda o'zidan o'zi o'lik topdi. Chunkilar Viagra. Shunaqa narsalar bor. O'shanga haligini 3 kundan keyin yondi. Endi baribir bilasizlar-ku, 15 sutkaga bergani bilan 3 kundan keyin nima qilib chiqqan. Keyin keldi, aytdim, odamni xavotirga qo'ydingiz, nima qildingiz desam, keyin hali voqeani aytib berdi shunaqa deb. Keyin endi qisqasi oxirgacha tuzalib ketdi, Viagradan qutulib ketdi. Viagrani ham ko'p ichib hali ta'sir qilmayapti ekan deyish mumkin emas. 1 kunlik dozasi 100 mg, undan ko'p ichish mumkin emas. Ta'sir qilmay turgan bo'lsa, sirasi doktorga kelib murojaat qilish kerak bo'ladi. Chiqarish choralari bor. Endi bu yerda voqea ochilganicha aytib berdim sizlarga.